Telefon bolalarga qanchalik zarar? Aloqa vositalari kundan-kunga rivojlanmoqda. Hayotimizni telefonsiz tasavvur qilish qiyin. Bugun yosh-u qarining turli rusumdagi uyali telefonlarda gaplashayotganini ko'rish oddiy holga aylandi. Lekin ko'pchilik bunday telefonlar sog'liqqa qanday ta'sir qilishini yaxshi bilmaydi. Mobil telefonning inson ko'rish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ham alohida ta'kidlash kerak. Ko'z mushaklari miyamizga aniq tasirni etkazish uchun nomutanosib ravishda katta kuch sarflashi kerak. Ayniqsa mobil chat yoki mobil o'yinlar haqida gap ketganda, xabarlarni ko'rayotganda yoki internet sahifalarini kuzatayotganda inson doimo telefon ekraniga diqqatini qaratishi kerak. Shifokorlarning ta'kidlashicha, 10 yoshgacha bo'lgan bolalarning bosh miya, ko'z, quloq, asab va suyak tizimlari hali to'la shakllanmagan bo'ladi. Uyali telefon aqliy qobiliyatni pasaytirib, asabiylashishga olib keladi. O'quvchini va uning atrofidagilarni mashg'ulotlardan chalg'itadi. Qo'l telefonlariga mukkasidan ketib termilayotgan, uning asiriga aylanayotganlar orasida ona suti og'zidan ketmagan bolalarning ko'pligi kishini xavotirga soladi. Bu gapdan keyin mobil telefonlarning yoshlar organizmiga salbiy ta'siri haqida boshqa bir narsa deyish bizningcha ortiqcha.